Barchangizga salom, sizlar bilan birgalikda men Malar.uz. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda biz Counter'da manyak o'ynaymiz. Ya'ni bir kishi manyak qochuvchini o'ldirishi kerak bo'ladi. O'yinda bitta manyak va bitta qochuvchidan iborat. Qochuvchi undan qochishi, manyak esa uni o'ldirishi kerak. Manyak faqatgina branjilet, pichoq va flashbang orqali uni o'ldirishi, ya'ni qochuvchini o'ldirishi kerak bo'ladi. Manyak uni quvaverib, ammo tuta olmasa va vaqt 10 sekund qolganda manyak uni bemalol o'z pistoletida otib tashlashi mumkin bo'ladi. Qochuvchi esa umuman branjilet olishi mumkin emas. U faqatgina flashbang va dimlar orqali undan qochish kerak bo'ladi va pistoletini ham tashlab yuborish kerak bo'ladi. U shu bilan undan qochishi va 300 sekund o'lmasdan yurishi kerak. Agarda sizga hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz ko'p gapirib o'tirmasdan videomizni boshlaymiz. Siz esa like bosib kanalimga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Boshladik unda. Qani? O'zingga tegishli narsalarni olding. Oldim. Hamma narsani olding. Ha. Boshida aytilgan narsalar bunga mumkin emas. Krisa qayerda bu? Qanasan? Krisa bor. Hozir buni topsam, Oysha xollasinikiga kirgizib yuboraman. Qanisan? Bratishka. Flashbang ta'sir qilmashdi, yoqqanmisan? Ta'sir qildi bu. Ha, bu ta'sir qiladi. Krisa bosh. Unaqa qilib tashlamadi. Nima qochibman? O'zingdan ketding-ku. Hozir buni tutib olsam. Oysha xollasinikiga kirgizib yuboraman. Kim qartirdi? Voy, o'zimda ham ko'zim oqar. Hozir. Voy, Kris. Mana. Ko'rdim. Ko'rdim. To'g'ri. Yo'g'i. Yurya. O'zimiz oqarmashimiz kerak. O'zi yaxshi. Yetolma, qarama ekranimga. Ekranimga qarama. Voy, Krisa qani? Mana. Yaxshi, birinchi raundda men yutdim. Va bu chiqib ketdi. Ker. Tak, bu kirdi. O'zicha xafa bo'laveradi bu. Bizlar yana boshladik. Hozir buni tutib olsam. Oysha xolasinikiga kirgizib yuboraman. Krisa boshqani bu. Qanasan, Krisa bosh. Krisa debdi. Krisa bosh. Qanasan? Qayerda yuribdi-da? Modga e'tibor bermanglar. Mod shu granatani ko'paytirish uchun qo'yilgan. Atak boshqa narsaga ishlatganimiz yo'q. Qani bu Krisa? Cho'tam. Voy, yana ko'zim oqardi, mayli. Bratishka qani? Oysha xolangni rozi qil. Qani bu Krisa? Qanisan? Sal bunda anu beradi-da, nima edi?
Aytadi qayerdaligi. Sal aytish kerak qayerdaligini, aytib yurish bo'lmaydi. Aytda korobkani oldidaman deb, ungacha qochib ketasan. Qani bu? Krisa 200 sekund. Hozircha vaqtim bor. Krisa qani bu? Qayerdasan? Aytda, Men bazamdaman. Ayt. Bu yoqda ikki xil baza bor. Ikkalasi ham bir xil. Men orqada. Voy, Krisa. Men o'ldirsam bo'ladimi? Yo'q, albatta. Sen Chekadaman. pistoleting taylab olganmisan? Oh, Krisa! Qayerdaman, men kimman? Voy, al. Voy, meniki yo'qan. Krisa boshqan. Qayerdaman men? Men yerdaman. Ne bo'ldi? Otma flash, otma. Otma Krisa. Ay! Turamiz ozgincha. Bo'ldi qa, video oppoq. Krisa bosh otma. Bo'ldi, ko'zim oqardi. Otma flash. Voy, men 90 sekund qoldi. Otma flash. Flash otmayapman. Endi dimlar orasida. Qayoqqa ketib qolganman? Jakob o'tirmasin flash. Menga uncha ko'p mumkinmi? Andadi. Ohohoy! Flash otma! Krisa voy. Unchalik ko'p flash otish senga mumkin emas. Bila 50 sekund qoldi. Mayli. Oldimda yuraversin. Sal keyinchalik. Oldimda yuraversin. Kakras 10 sekund qolgan. Sen men nima pichoq olding? Hayla, qo'lingda turibdi karambi. Sen pichoqlamaysan meni. Nima olding pichoq? Erkak bu? Pichoq olish mumkin emas edi senga. Lo'q. Bizalloh deb o'ylaydi ular. Yaxshi, ikkinchi raundda men yutdim. Chillama. Davay endi 3-raundga o'tdik. Krisani ushlash anchagina qiyin bo'lyapti. Hozircha menda 1 ball, bunda esa 0. 1000 ball. -1000, Albatta hazillashamiz. Yaxshi, 3 raundda men yutdim. Endi esa o'zgaramiz, ya'ni endi men haqiqiy odam bo'laman. Bu esa maniakka, vahshiy maniakka aylanadi. Unda davay boshladik akalar. Mana endi men qochishim kerak. Buni chalg'itish kerak, ya'ni dimlarni otib o'zimiz bo'lsa boshqa yerda yurishimiz kerak. Gapirib tur, xafa bo'lma. Bu o'zi shunaqa xafa bo'laveradi sal narsaga. Yig'lavoradi. Yig'loqiga o'xshaydi. Yo'qmaydi shunaqa. Uka bo'lsa borku, bug'ib o'ldirib qo'yging keladi. To'g'risini aytyapman. Ko'rdi. Qoch. Dim otish kerak, dimni ichida.
topolmaydi. Ham unda qotadi telefoni. Ozgina silab beradi. Ismi chiqdi. Qoch. Ismi chiqdi Krisani. Va o'zim o'qi. Voy Krisa! Yo'q, qoch. Qayerdaman? Ya! Kallamiya! Pappa mia! Ay! Buni ham voy o'ldirdi. Mayli hozir onaginangdir hozir qil. Aylaveraman. Keyin sizlar gap. Chum. Boshladik. Albatta videomizga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Men 3 raund yutdim buni. Bu esa hozircha 0. Bir raund yutdi. Qandaysiga? Hali yutgani yo'q. U narsa hisobga olinmadi chunki bu g'irromchilik qildi. U narsa hisobga olinmadi chunki g'irromchilik qildi. O'shanga o'yinni boshdan boshlayapmiz. Hali bu 0 raund olgan. Risabos flash. Menga unchalik ham juda ham ko'p flash otish mumkin emas. O'shaning uchun sal dim ko'p otish mumkin menga. Dim xohlaganimcha otaman, lekin flash unchalik ko'p otmayman. Bu xohlaganicha flash otsin chunki buni dimi yo'q. Och. Krisa bosh. Kallasi ko'rindimi yo meni dimimmi? Voy Krisa! Krisa! Voy! Men uni o'ldirishim ham mumkin emas chunki men maniyak emasman, u maniyak. Uni dim bilan siylaymiz. Flash bilan unchalik ko'p siylay olmaymiz. Chaqa dim qo'yay. Bo'ldi, davay. Kebratishga. Voy, qanday keldi bu? Mayli, 3-1 shotimiz. Pistoletni olamiz. 10 sekund qolganda, pistoletdan foydalanish mumkin bo'ladi. O'shaning uchun o'tgan videoda, ya'ni Granny videoda ovozim uncha eshitilmay qoldi chunki meni telefonimda ovoz chiqadigan joyi juda noqulay joyda, u yoqqa qo'lim tegib turadi. Bu safar hozir menga noqulay bo'layapti. Qo'limda uni qilmayapman, ya'ni o'ng qo'limdan foydalanmayapman. Chunki qiyin. Ana u Krisa meni ko'rmadi. Xohlagancha aylanib yuribman. Dimlarni boshqa yoqqa otib chalg'itamiz. Menimcha ko'rdi meni. Ana Krisa yashik orqasida turibdi. Oh Krisa flashbang otyapti. Tak, bratishga gapiryapti o'zlaricha. Bratishga. O'shaning uchun qo'lim tegib ketyapti. O'shaning uchun mikrofon olishim kerak ekan. Endi mikrofon olaman. Lekin albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. O'shanda shunaqa qiziqarli videolarni ko'rasiz. Keyin kommentariyaga yozib qoldiring. Ukam bilan birga video qilsam yaxshimi yoki bir o'zim qilsam yaxshimi? Men ukam bilan deb o'ylayman, chunki baribir gruppovoyda. Flashbangga ovoz chiqar ekan. Bang 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 bang. Bu Krisa hali meni topgani yo'q. 170 minut qoldi.
Minut deyapman, sekund. Vah, ko'zim oqardi. Voy, Krisa qani ko'rgan meni, ko'rgan 100% qochaman. Qochaman. Devorga tegib qoldim. Eshitishingiz mumkin, devorga tegib qoldim. Qaniman men, kimman men? Yo, Krisa! Voy, Krisa! 2-3. 3-2 bo'ldi. Mayli, hozir buni adabini beramiz. Iloji boricha Krisalik qilib o'ynayman endi. Iloji boricha. Numeradagi Krisamiz. Biz Krisa meni ko'rma, yo'q, seni yo'q. Qoch. Qaniman. Yo'q. Qaniman. Qaniman. Qarishdan to'xta. Oldimda turgan ekan. Bila. Unchalik ko'p flash otmayman. Har zamonda bitta otib turaman men. Bo'ldi, yaxshi qochdik. Epladim, yo'qmi-yu, lekin hali 100% qochdim emas. Yer kelyapti. Qoch. Ular iloji boricha undan uzoqroqda bo'lishim kerak. Flashi yetmaydigan darajada. Qarama, flash otadi. Dana. Yaxshi. Uy, ko'rdim. Meni ko'rdi, yo'q, meni ko'rmadi degan umiddaman. Ko'rmagan bo'lsin. O'ylayman, ko'rmagan. Qani Krisa? Krisa. Yo'q. Kelsin. Krisa, nimalar qilyapsan, Otma. Nima bo'lyapti? Bang. Ye, men kimman? Flash emas, dim otyapman. Qayerda? Krisa! Mayli, 3-3 bo'ldi. 3-3 hisobda teng bo'ldi. Unda bugungi videoni shu joyda tugatishdan oldin bu bilan hozir birga bir pichoqlashamiz. Bu yoqqa flashbangdan foydalanma, pichoq. Kebratishga. Masuba! Mayli. Bugungi hisobda staleting oyoq. Unda biz videoni shu joyda yakuniga yetkazamiz. O'rtaga chiqib pichoqlashmaymiz. Prosta turamiz. Hammaga xayr, sizlar bilan birgalikda men Veko bo'ldi. Voy Krisa! Veko, Melaruz bo'ldi. Barchangizga xayr. O'rtaga chiq. Bitta yana pichoqlash yoring. Chiq. Krisa, otma. To'xta, chiq olay. Krisa, ko'zimdan qartirib qo'ydi.
Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammangizga xayr, bu kirma.